bu kino yana ham ishonarli chiqish uchun avval yerga mana adres qilib chiqdik. Mana ichkaridagi pergorodga ko'rinyapti, ha? Ana shuni qorni mahkamlamasak ichidagi vata chiqib ketadi. Deydi-ku. Qarang, nima bo'lsa bo'ldi, oxirida ko'ringlar buni. Ikkala xotirib. Yangi video. Mana. Mana udda. Tamam. Ya. Plus yerga simchalarni mana qilib tortib qo'yamiz-da. Xo'sh, bu ham zo'r stilchi. Mana qochmaydi, endi tamom bo'ldi. Plastingacha qarsilab chiqasiz. Ikki tomondan kelsa buni qilib chiqasiz. Tayyor bo'ldi-da buni. Yerga vata qoplaymiz. Vata qo'yish deymiz, hamma bilaveradi, mana hozir o'sha ularni ko'rsatamiz, sizlar. Средний бачок. Сanda средний сан. Вот конкретно. O'zi nержика setga qoplangan. Hozir mana stikchalarni birlashtirib chiqamiz-da buni. Tamam. Rezonator bo'lyapti-da, bu rezonator. Yana barmoqcha mana. Sher xasta bo'lganda qon chiqmasin deb qo'yamiz, iloji yo'q. Tak, beri hozir 50 turba qo'yilgan, beri 32 qo'ydik. Zo'r chiroyli rezonator chiqadi, mana qarang, va 32, va 57. Havo kelib kiradi-da, bu yerga bir qamaladida keyin chiqib ketadi. Bu degani shumni ushlaydi ham, shum. 5 rezonator bo'ladi-da bu. Qarang. Bu kinoni oxiri shunday bo'lib chiqibdi-da bu. Ikki vatasini qo'yamiz. Tamam. Mana. Vata qo'ysangiz ovoz uyda aytadi-da. Tixi bo'ladi, tixi. Bu rezonatorchani qo'yamiz. Gulishitini qo'yamiz. Nasib bo'lsa. Mana bitta mashina gulishitini qo'yamiz-da, qarang. Buni kichkinagina videochasini qo'ydim. Hozir men to'lig'ida shu. Chas ketgan. Shuni olganmi? Bu turbalarni ichi boshqa qilib tashlaymiz-da buni. Bachogan charchagan. Laskalar ikkita. Gulishitni bachok qo'yib beramiz. Mana. Texnik topkichaga sigamiz. Yana prima top qolib ketyapti-da. Boshini qo'yamiz. Ikkita bachakni ham olib tashlaydi. Biz shu yerga mana ikkita bachakdan qotirdik. Xo'sh, turbalari chirigan. Shuni qo'ldan kelgancha turbalarni ham yangilab beramiz. Bu tomonlarni bo'ldik. Ikkita bachak qo'yiladi, ikkita rezonator, gulishitr. Mana sistema tayyor. Ichkariga mana tegmaydi-da. Bu bachakni ham qo'ydik. Bundan bu tomoni yaxshi. Xo'sh, mana bu ham ichkariga tegmayapti. Hozir mana ham solgina regirovka qilamiz. Mana turbalar ko'rsatib qilamiz kerakmi? Birdan. Stillar ham zo'r. Turishiga qaranglar, egasi kesmang dedi. Biz kesmoqchi edik bu yerdan flachok qilib. Qaysi yaxshi chiqadi? Mana shu texi deyar mana. Mana
Assalomu alaykum do'stlar. Xo'sh, Chevrolet Nexia 2 Domsga qo'yib berdik-da buni. Xo'sh, bu juda katta video edi. Yasalishi, quyilishi 1,5 kunlik mehnatda buni kichkinagina qilib shu holatga keltirdik-da. Tushunmasanglar kommentariy yozinglar. Yana tushuntiraman.